ko'rsatilgandek cho'tga chiqarib beramiz nasib bo'lsa. Nasib bo'lsa akalar, 3 tasi birda burchakka kelganimiz, shu trenddagi burchakka kelganmiz akalar. 2 ta 3 uchi bor, 2 ta 90 bor, 2 ta 45 bor. Hozir mana buni burchaklarni kesib olamiz. Bir tarafda kesib olamiz. Ha, to'g'ri o'tira olish kerak. Keyin esa mana bu yerga olib chiqib qo'yganman 1 metrli. O'sha hammasini kesib ko'rsatib beraman akalar. Hop, mana kesishlarga ahamiyat beringlar akalar. Mazza qilib o'radigan joyi yo'q. Gap yo'q. Idealni. Shuni asfaltga berib bo'lsa, shotga bemalol mo'jiz ko'rasizlar. Endi bechana ayriydiganimizni bukamiz. Ma'lumot berib o'tib ketaman akalar. Bunimiz taqadan tagacha 128 bo'ladi. 122 ga bo'lingani, 3 ga bo'lingani, bitta 21 razmerimiz, bitta 7 razmerimiz bor akalar. Buni ham ishlashlarini ko'ramiz, nasib bo'lsa. Buni 2 kasa berganmiz. Ishlashlari o'ta moshni, buni ham yengil qilib qo'yganmiz akalar. Ko'p joyda shu yosh bolalar ishlashadi, maktab bolalar. Yuqorilarimizda qiynalmasliklari uchun akalar chiroyli qilib yengil qilib qo'yilgan. Buni hammaga urish shart emas akalar, qo'l bilan urish. Sekin ishlasalar ishlayveradi nasib bo'lsa. Hali sinov uzvorgida qilib urishlaring shart bo'lmaydi nasib bo'lsa. Rezultatlarni ko'ramiz akalar. O'sha videolarda ko'rsatilgandek cho'tga chiqarib beramiz nasib bo'lsa. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonga dastavkalarimiz bor. Aytaverasizlar. Diagonallarimiz ham moshni chiqqan akalar. Saka ikkinchisi. Saka. Yaxshi aka. Gap bo'lishi qiynalmas. Nasib bo'lsa endi, xo'sh, mana bu yerda uzun burchak kesadiganimiz bor, shuni kesishlarni ko'ramiz. Shu bilan gaplashganlar, yuklar chiqarib beramiz akalar. Davay, kesishlarni ko'raveramiz, uzmasdan. Davay. Gap bo'lishi qiynalmas. Akani o'ziga ham ber. O'tangsa kesib ko'ring. Yaxshimi? Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston akalarimiz bemalol shodlikka murojaat qilib akalar, chiroyli yetkazib beramiz. Mashinamizni qaytaramiz endi.